Amma Qasım orangutan g'azab o'xshaysan-ku, Juma. Ya Tusun, odamni hayvonga mı o'xshamsa, mush bakachilikda. Mayli adaş, nima istayapsan? Qaramamsan. Qasım, E, sen hayvanotlar bog'iga kirganmi? kirga, nima bo'ldi? Qaysi qapazatda? O'tma, sen to'g'ri adam zalik qilmoqchi deb qo'yay. Bo'ldi Qasım, sen bek ko'ngil olma. Lekin sen rost hayvonotlar bog'iga kirganmi? Nima bo'ldi? Sen nim berib boqqan? Ya bo'ldi. Men sinfdagi kishilarning cho'nlarini hurmatlashma deb qo'yay. Bo'ldi Qasım. Sen ko'ngling olma. Ya lekin sen rost hayvonotlar bog'iga kirganmi? Ko'rgan dedim-ku. Qandoq ichib chiqding sen? Nima qo'shaqlarni ishlar bek qaqaysizlar-ku. Ma'lum men orangutanga o'xshatib, hayvonotlar bog'ichisi nim bilan boqqan deb shanqo qilyapti-da meni. Ey, bir-biringizdan zanglik qilmanglar deb qanchaqdan deyman sizlarga. Lekin sen rost hayvonotlar bog'iga kirib boqqanmi? Voy, yo'q, ma'lum men kirib boqmagan. Kirib boqmadim bo'ldimi? Qo'polmayamsa seni izlab kelibdi degan. Ma'lum siz qaga. Ha bo'ldi, chaqchaq qo'ydim bo'ldi. Lekin bugun men oldinglarga azroq bir shum xabar bilan keldim. Bo'ldi. To'qoladi bu yerda. Bu shum xabarni men deb beray. Men yetib o'ylasam bizning matbuyda adam behchiqi. Shuning uchun men bugun dadillik bilan Juma Paranlardan birini tanlab qaytar desem, qamlashmaydi hammanglar o'zimni. Shundan voy o'quvchilar boshqa men bir maydon musobaqa tayyorlab, ash musobaqada kimningki ifodasi eng nachar bo'lsa, shuni qaytar deyman. Bo'ldi, sizlar bir gaqib o'quvchilar, sizlar yig'inch kutamoqchilar hozir. Musobaqa menda bizning bu tanda nayt komediya qiziqarli narsaligini biladigan odam kerak. Komediya qiziqarli narsani toza yaxshi uqmaydigan ashundoq odamdan birini tanlab chiqarib etamiz bu tanda edi. Shuning uchun bugungi musobaqamiz hammanglarniki 10 sekund vaqtinglar bor. Men yumor demsizlar, men buni qilaman. Nima desanglar bo'ladi, lekin qiziqarli bo'lishi kerak. Hammanglarning fursatlar bor. Kimningki eng og'ir tanlab chiqadimiz, kimning toza tepa-tepamisa, so'z degan gibi. Şunu ip taşlayımız. Qani, tuz oturanglar başladık. Tayyorliqinglar bitdimi? Unda bo'lsa, Nig'i sendan başladık, başla. Mushman tunji qitim Urumchida metroga o'tirgan vaqtimda bilet olaman deb xo'jasang berdi. Haqlar payıpqın tişlib ketkish kiysa, men sunib ketkish kiyman. Bizning yangi uyga ish yasaydiganlar kelgan vaqtida ishni o'lchmay, meni o'lchab ketdi. Bir kuni bir jilan masjidlikda shilonkaga talab qo'yapti. Olti kirgan bola qaravasang 7 kirdi. Yo'lda chiroq qarab o'tadiganlar mashina tegadiganlar. Chunki sizlarni chiroq so'qmaydi, mashina so'qmaydi. Pekadonlar shundami? Men taz degandek rozi emas. Yana bir peqarayli. Nega başla? Mush do'qmashda o'tirib, g'aybat qilib axborot taqdirgan bir pang mo'mayniki, mush taqatgan axborotlarning hammasini o'zi o'ylashib topadi ekan. To'y qilgan yigitiga toza ishonch tuvan bir qiz bola. To'y xatga qirindosh bilan qo'l qo'yib qo'yibdi. Haqlar menga pek omroq. Chunki men haqlarning kayfiyatini 100% ko'taralayman. Tuningen taroz chiqsam, tarozning kayfiyati ko'tarilib 100 degan xat chiqdi. Tishuk mushuk tutib olgan chashqanni choychilab yeydi ekan.
O'ziga qattiq ishongan tokchi kirini toksimi yeydi ekan. Bir voy qo'ylarni qirqib olsa, bir qo'z chiqib, "Xapama meni ikki tarafini evitib, o'ttirni qo'pqin" debdi. Yana bo'lasizlar. Eng oxirgi bir maydon, bir cho'gilam boshla. Qadimqi zamonda bir ishit bir beliqni yaxshi ko'rib qilib, ikkisi to'y qilib, o'sha hozirgi ishit beliq paydo bo'ldi. Uzunғы жүгіріш мұсабақсыда birinchi bo'lish uchun o'ziga ruhlantirish o'kul olgan bir mahir, o'zining ruhlantirish o'kul olganligini hech kimga bildirmaslik uchun oxirgi pallaga eng oxiri yetib keldi. Baydoni ayol kishimiki deymi? Chunki bir narsa izlamoqchi bo'lib, ikki xatli bossang, oxir mundami, andami deb o'zi o'ylashib sarangib ketadi. Jinoyatchilar tomoq usib bergan bir oshpaz kunda jinoyatchilarning chig'itiga Nima de? mushaydi hamsiz yo uyga ketib hamsiz deb. İlan bilan 8 oyoq mushib, ilan tayoq yaptı. Ondan ilan 8 meni urib ketdi deb delo ma'lum. Parashyut sotadigan shirkatdan bir e'lonni ko'rib qoldim. Unda mana debdi. Bizning parashyutlar sifatli kompyuter, hammada muhimi bir qitim yechilib boqmagan. Hammanglarninki noyda har xil noyda har xil paranglaringlar bor ekan. Qarashga o'xshab bilinmadi. Tomoshabinlar sizlarchi kimning eng qiziq, kimning eng normal bo'lib qoldi. Sizlar bir shu inkas rayoniga bir yezib qo'yishimni qattiq umid qilaman. Yana birsiga shu undidarlarni echib so'v degan yerga DDFM degan xatni yezib, bizning salonimiz chiqadi, aytdi naq maydon go'nja o'qib qo'yinglar. Chunki bizningki mushtandilarimizningki sahnada o'ynagan idotlarimiz bor. Haqiqiy idot. Shu narsalar faqat biz salonimizda e'lon qilamiz, boshqa yerlarda e'lon qilmaymiz. Dal vaqtida ko'rishinglar uchun hozirdan o'zida unutib qolmay turib bir salonni go'nja qo'ytinglar. Rahmat sizlarga. Rahmat.